2026 yilning birinchi choragida kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash borasida belgilangan ustuvor vazifalar izchil amalga oshirilib, ayniqsa aniq va sezilarli natijalarga erishildi. Jumladan, ijtimoiy jihatdan og'ir hududlarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, tanlab olingan 37 ta og'ir tuman va 903 ta og'ir mahallaga respublika byudjetidan 3.6 trillion so'm mablag' ajratildi. Bu hududlarda infratuzilmani yaxshilash va iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi. Kambag'al oilalar bilan ishlash, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash orqali bandlik darajasini ta'minlash borasidagi natijalar xususida Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi bosh ilmiy xodimi Odiljon Nazarov quyidagi ma'lumotlarni keltirdi. 2026 yilning birinchi choragida 167 ming nafar aholi doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlandi. 737 ming nafar fuqaro daromadlarini oshirishga qaratilgan aniq xizmatlar bilan qamrab olindi. 241 ming nafar norasmiy aholining mehnat faoliyati legallashtirildi. Shuningdek, 86 mingta kambag'al oila bilan manzilli ish olib borilib, individual rejalar asosida 105 mingta xizmatlar ko'rsatildi. Bu orqali ushbu oilalarning barqaror daromad manbalari shakllantirilmoqda. Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, iqtisodiy o'sish va bandlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Shu maqsadda jami 35 trillion so'm mablag' yo'naltirilib, shundan 8 trillion so'm kreditlar tadbirkorlik dasturlari doirasida ajratildi. Jumladan, kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi bo'yicha 1.3 trillion so'm, biznesga birinchi qadam dasturi doirasida 1.1 trillion so'm hamda mahallani loyihasi doirasida 4.2 trillion so'm mablag'lar yo'naltirildi.